Joriy yilda oliy o'quv yurtlaridan birida kamdan-kam uchraydigan voqea kuzatildi. Gap shundaki, abituriyentlardan biri berilgan test savollarini ishlashda 100% ko'rsatkichni qayd etdi. Ishonmayapsizmi? Unday bo'lsa, muxbirimiz Fotima Qo'chqorova tayyorlagan reportajni albatta tomosha qiling. Hamidjon Egamov Turin Politexnika universiteti tarixida kirish ballari bo'yicha ilk bor rekord natijani qayd etdi. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Ushbu ma'lumot haqiqatan ham to'g'ri. 2016-2017 o'quv yillari 4 ta yo'nalish bo'yicha 350 ta abituriyent kvota berilgan. 11-12 iyulda imtihonlar bo'lib o'tdi. Natijalari 15-iyulda chiqdi. Unga ko'ra Egamov Hamidjon 100 ball sistema bo'yicha 100 ball qo'lga kiritib, universitetimizga birinchilardan bo'lib o'qishga qabul qilindi. Demak, xabar asosli, biz esa talabalik nomiga sazovor bo'lishga ulgurgan Hamidjon bilan suhbatlashish maqsadida yo'lga tushdik. 40 kilometrlik masofa, ijodiy guruh va biz Qibray tumanidamiz. Ayni paytda biz qidirgan manzilimizga yetib keldik. Endi esa xonadon egalarini chaqiramiz. Assalomu alaykum. Egamov Hamidjon to'g'ri keldikmi? Lavhamiz qahramonining oilasi bizni ochiq chehra bilan kutib oldi va biz avvalo Hamidjonning oila a'zolariga yuzlandik. Nima fizik teoretikman, uyda o'tirib formulalar yozaman. Oldimga o'tirib olardi, harflarni yozib bilmasdi. Nima yozsam shuni yozib berardi, shunga o'xshatib yozib berardi. Grafiklar chizardi, ba'zan tushuntirib berardim, ba'zan sen bunga yoshlik qilasan derdim. Bolaligida shuni o'rgangan. O'ziga juda ham qattiqqo'l, o'ziga talabchan. Bolaligidanoq o'z qobiliyatlarini namoyish etgan bu yigit fizika, matematika bo'yicha ko'plab fan olimpiadalari g'olibi. Uning ta'rifi bilan matematika fani bu matematika o'zi bu men uchun xuddi san'atdek bir gap. Ayniqsa shu qiyin masalalar tushganda, ularni ishlashga, logikangizni yuritib ishlashga harakat qilganingizda, ayniqsa ishlab olganingizda o'zingiz rohatlanasiz, shundan xuddi dunyoni egallaganda. Har bir daqiqasi unumli rejalashtirilgan Hamidjon Egamov ta'lim bilan bir qatorda sportga ham vaqt topadi. Bu shaxmatga qiziqishim yoshligimdan paydo bo'lgan. Bu adam menga o'rgatganlar. Shu boshida o'ynardik, keyin oilaviy chempionatlar o'tkazardik. Bora-bora shu shaxmat bilan professional darajada shug'ullanishni boshladim. Turli xil musobaqalarda qatnashdim va ko'plab sovrinli o'rinlarga ega bo'ldim. Bugungacha qo'lga kiritgan yutuqlarimning barchasi mustaqillik taqdim etgan imkoniyatlar samarasi deb takrorlagan lavhamiz qahramoni mukofotlarini istiqlolimizning 25 yillik to'yiga sovg'a sifatida hozirlagan. Aytgancha, Hamidjon iqtidorli yoshlar uchun yaratilayotgan barcha imkoniyatlardan unumli foydalanishga harakat qiladi. Demak, Hamidjon va uning samimiy oila a'zolari bilan suhbatimizni nihoyalash fursati yetdi. Xonadon egalari bilan xayrlashar ekanmiz, yurtimiz naqadar iqtidorli yoshlarga boyligiga yana bir bor amin bo'ldik. Fotima Qo'chqorova, Ilhom Mahkamov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.